Abdulmalik ibn Marvon hali xalifa bo'lmasdan turib Basrani ziyoratiga kelganida shaharga kirdi, qarasa to'rtta oqsoqol hali mo'ylovi chiqmagan bolani orqasidan erchib ketyapti. Yosh bola ularning oldiga tushib ketyapti. Abdulmalik bu soqol egalariga uf bo'lsin. Oralarida ularni oldiga tushib yetalab ketadigan birorta bir ulug'i yo'qmi? Yosh bolani orqasidan ketishyapti dedi. Keyin Iyosga qarab, "Mensimi, yigitcha, yoshingiz nechida?" dedi. Iyosning javobini qarang. "Ey amir, Alloh umringizni uzoq qilsin. Orasida Abu Bakr va Umardek sahobalar bor bo'lgan qo'shinga Usomani payg'ambarimiz amir qilganda nechida edi yoshi?" dedi. "Meni yoshim shunda" dedi. Gap yoshda emas. Gap yoshda emas. Aqlda, fahmda, ilmda, farosatda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi tayinlagan amiri Usoma ibn Zayd 17-18 yoshli yigitni Shomga qo'shin bilan chiqarar ekan, amir qildi. Va bu qo'shinning ichida Abu Bakr bilan Umar oddiy askar bo'ldi. Abu Bakr bilan Umar bor qo'shinni ustiga Usomani payg'ambarimiz amir qilganda yoshi nechida edi dedi. "Meni yoshim o'shunda" dedi. Abdulmalik bu javobdan lol qolib, "O'tiring, Alloh baraka bersin, o'tiring" dedi. Bu 17-18 ga kirgan bolani bergan javobi.